Qo'lingizdan kelmaydigan ishlarga va'da bermang. Agarki o'zingiz ham ishonmayotgan bo'lsangiz, bu munosabatlarga boshqalarni ham ishontirmang. Chunki siz uchun tajribadan iborat bo'lgan bu munosabat kim uchundir hayot yoki mamot masalasi bo'lishi mumkin. Bir dilni vayron qilish juda ham oson, lekin uni qayta tiklash bu juda qiyin. Inson kimdandir uzilganda va yoki ajralganda u o'zini go'yoki bir qismini yo'qotgandek his qiladi. Ruhiy og'riq tana og'rig'idan ham kuchliroq og'riq beradi insonga. Ba'zida shunchaki gaplashdim, zerikkanimdan degan so'zlarni eshitamiz va bularning orqasidan sanoqsiz iztiroblar va ko'z yoshlarga guvoh bo'lamiz. Va'da bermang. Bajara olmaysizmi? Ishontirmang. Yaxshisi zerikishni boshqa bir mashg'ulotga aylantiring. Biroq u mashg'ulot ko'ngil bilan yakunlanmasin.